Ko'p hollarda biz farzandim qiynaladi-ku deb farzandimizga qiyin ishlarni qildirmaymiz. Lekin aslida biz mana shu qiyin ishlarni farzandimizga qildirtirishimiz kerak. Ulardan himoya qilishimiz kerak emas. Ularning o'rniga qiyin ishlarni qilib bermasligimiz kerak. Pul topish qiyinmi? Qiyin. Qilsin, o'rgansin. Mashinani balonini almashtirish qiyinmi? Qiyin. Almashtirsin, o'rgansin. Agar o'tda joyiga olish qiyinmi? Qiyin, qilsin. Ovqat pishirish qiyinmi? Ha, qiyin. O'rgansin, qilsin. O'zini ko'ylagini, tugmasini uzilib tushdi. Nima qilish kerak? Tikish kerak. Tikish qiyinmi? Ha, qiyin. Qilsin, o'rgansin. Bozorga bordi, savdolashish qiyinmi? Ha, qiyin. Lekin qilsin shuni. Yoki og'irroq yukni ko'tarish qiyinmi? Ha, qiyin. Ko'tarsin, me'yorida ko'tarsin. Agar biz qiynaladi deb o'ylaydigan bo'lsak, mana shu qiynaladi degan so'z bizga signal bo'lishi kerak. Endi nimaga farzandim qiynalishi kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qachonki farzand yoki bola qiynalsagina, shunda uni xarakteri shakllanadi. Xarakter shakllansa esa u kuchli inson bo'lib yetishadi. Agar kuchli inson bo'lib yetishsa, u kelajakda katta ishlarni qila oladi. Yoshligida qiyinchilik ko'rmagan bola yoshi katta bo'lganda ozgina qiyinchilikka ham chiday olmay qoladi. Katta bo'lganda til o'rganish kerak, fan o'rganish kerak, qanaqadir kasbni o'rganish kerak. Qiynalmagan bola bu narsalarni o'rgana olmaydi. Qiyin ekan deb harakat qilgisi kelmay qoladi. Videomizning so'ngida hozirgi paytdagi eng muvaffaqiyatli kompaniya Nvidia kompaniyasining asoschisi Jeyson Huangning gapi bilan tugatamiz. Uning gapi shunday: hozirgi yoshlarga eng asosiy va eng muhim maslahatim shuki, ular xarakter ustida ishlashi kerak. Xarakter ustida qanday ishlanadi desa, albatta qiyinchilik ko'rish kerak. Farzandingizni hayot qiynab qo'ymasligidan oldin siz uni o'zingiz qiyinchilikka tashlab turing.